Voy to'yni shunday zo'r qildingiz. Dugonalarim o'zi ochilib qoldi. Ay endi siz ham sarpa bilan mebel qilishni yorib-yoribsiz-da Parvardacham. Rahmat. Rahmatimcha shirincha qilib aytasiz, qoshiqcham. Ana oldimizga tushgan pullardan 700 ming berib yuboring, Zax mashina bermoqchi edim. Mana mebellarni kreditga oluvdik-da, u pullarni ashunga berib yubordik. O'rtadagi pulni nima kreditga berib yuborasizlar? Uni joyi bor-ku. Qanaqa? To'yimizda bunday qilib syomka qilgan kameralar kreditga gaplashganman. Anchalarga bermoqchi edim. Ana bo'yningdagi hamma hayron qoldirgan sipochka bilan qo'lingda tillalar sotsak qutulamiz lekin. Ularni hammasi prokatga olingandi-da. Shu qilaman deb 15 ta san'atkorga pul sarflash shartmidi? Sizlarga pul berdi, kim aytdi? Ular hammasi kreditga gaplashilgan. BMW'ni sotaylik hay. U ham rentkar-ku. Odamlar o'zi ochilsin deb arenda qilib bunda haydab yurdim-da. iPhone sotsak-chi. Shahardagi eng qimmat ko'ylak kiydim-ku, pul yetmay qoldi, iPhone deb qoldi. Eng qizig'i u ham kreditida. O'l bo'lmasa. Dasturxonda 53 xil narsalar qolib ketdi, shularni sotaylik. Ha, kallamga kelma. Fotihaning kreditini katta xolang bilan yopaman, ha? Pardalarchi? Kredit. Gilamlarchi? Kredit. Televizor, gaz plita, kir mashinchi? Uydagilar odamlar gapirmas deb hamma narsani kreditga beruvdi-da. Onasini yursin, hali to'yxona, raqqosa, kartesh, kamay shunday. To'yxachi Sadrakan kreditlarni yopish kerak. Jonajon, kasbim bilan burugim berib, ertaga ishga borishim kerak-da. Kallang jaltirab hozir shartmidi? Uzr endi. Voy o'lmasam. Dang'illama to'yxoncha ketiga bitta ishdan o'zim o'ylarmiding? Ko'chada ko'p turmang, shamollab qolasiz. Ya o'zingni o'chir. Chichi.